Assalomu alaykum. Bugungi Zoom ishtirokchilari va bu Zoom'imizni zapisda ko'radigan hamkorlarimiz. Bugun birinchi kirish efiri. Ko'pchiliginglar bilasizlar, aytganman, 180 kunlik Reels marafonini o'tkazmoqchiman deb. O'shani bugun kirish Zoom'ini o'tkazmoqchiman. Nimaga aynan bunaqa marafon o'tkazishimni, bu marafon bizga nima olib kelib berishini, qanaqa demak rezultatlarga kelishimiz haqida gapirib beraman va albatta bu Zoom oxirida qaror qilasizlar bu marafonda qatnashish yoki qatnashmaslik haqida. Bu marafonni nomini Content Akademiyasi deb nomladim. 180 kun Reels. Nimaga bunaqa qarorga keldim? O'ylab qarasam, 4 yil ichida juda ham ko'p teoriya o'rgangan ekanman. Rostdan ham shunaqa bo'lgan, juda ham ko'p pulli kurslar ham olganman. Keyin mana yangi nastavniklarimiz bilan, ular bilan ham juda ham ko'p kurs, marafon, challenge hammasidan o'tganman. Buni orasida Instagram bo'yicha ham va kontent qilish bo'yicha ham. Lekin o'ylab qarasam, bu bilimlarni faqat o'zim bilar ekanman. Ko'pini sizlarga yetkazib bermagan ekanman yoki ma'lum bir miqdorini yetkazaman, no lichkada hammaga alohida. Komanda uchun bunaqa kontent qilmagan ekanman. Bunaqa marafon qilmagan ekanman va o'sha bilimlarni sizlar bilan ulasha olmagan ekanman. Shuning uchun faqat bitta o'zim uchun emas, butun komandamiz uchun bu narsani qilishga qaror qildim. Bundan oldin nimaga aynan 180 kun Reels qilish haqida gaplashmoqchiman. Bu aynan bizani biznesimiz borasida. Atomiya bu raqamlar biznesi. Bu narsani men demak marketing planimizni o'rganish davomida shu narsaga iqror bo'lganman. Rostdan ham raqamlar biznesi. Agar marketing planni yaxshilab o'rgansangiz, matematik hisoblash borasida bu ideal marketing planligini bilasizlar. Va bizani biznesimizda, aynan Atomiya biznesida eng birinchi maqsad bu avtosavdo masteri bo'lish. Masterlik bu fundament, negiz. Aytaylik, hatto agar bitta master chiqmasa ham, kerak bo'lsa o'sha imperial master u master bo'la olmaydi. Yoki подтверждать qila olmaydi. Shuning uchun masterlar bu fundament. Avtomaster bo'lsa, bu hamma hurmat qiladigan, demak, Atomiya hamkori. Masalan, Koreyani o'zida ham brilliantlarni emas, sharonlarni emas, imperiallarni emas, birinchi o'rinda avtosavdo masterlari juda ham yuqori qo'yiladi. Ularga bo'lgan hurmat juda ham baland. Nimaga? Birinchidan bu demak rangni, bu nima deydi, a'zolikka yetish juda ham qiyin. Bu mashaqqatli, chunki birinchi qadamlar bu har doim mashaqqat bilan o'tadi. Ikkinchidan bu fundament. Avtosavdo masteri degani bu demak sizlarni ma'lum bir tovaroboorotinglar bor, ma'lum bir sonlik o'sha klientlar, mijozlar, hamkorlaringlar bor. Sizlar biznesni o'sha yo'lga qo'ydinglar degani. Avtosavdo masteri bilan yarim avtosavdo masterini farqi bor. Aytaylik, bir xil savdo masterlari bor. Chista o'zi mahsulot sotib olib, mahsulot sotib, masterlikka yopishadi. Aytaylik, birinchi 15 kunda demak o'sha narsalarini sotib, pullarini yig'ib, keyingi 15 kunlikda demak yana mahsulotlar zakaz qilib, o'zlari olib, o'zlari sotishadi. To'g'ri, bu ham savdo masteri bo'ladi. O'sha qushchani ham oladi, lekin bu narsa passiv bo'lmaydi. Ya'ni agar o'sha odam savdo sotiqni to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, uni biznesi to'xtab qoladi. Avtosavdo masterligidan tushib qoladi. Bizga haqiqiy avtosavdo masteri bo'lishi kerak. Bu nima degani? Mana Koreyada Otopamesa deydi. To'liq avtosavdo masteri. Bu shunaqangi masterki, unda har kun ikkita savdo bo'limidan
yoki o'sha o'zimiz oddiy qilib aytadigan bo'lsak ikkita qo'ldan, lekin bundan уже chiqyapmiz savdo bo'limlari deymiz, o'ng savdo bo'limimiz va chap savdo bo'limimiz. O'sha ikkita savdo bo'limidan har kun 300 ming PV balldan o'tishi kerak. Va bu degani o'zinglarni sotib olishinglar orqali emas, sizlar taklif qilib, sizlarni strukturanglardan registratsiyadan o'tib, o'zi saytga kirib yoki приложениеga kirib mahsulot sotib olgan odamlarni tovar обороtidan, tovar aylanmasidan har kun ikkala savdo bo'liminglardan 300 ming balldan o'tishi kerak. Bu haqiqiy avtosavdo masteri degani. Ya'ni siz onlayn bo'lmasangiz ham, uxlayotgan bo'lsangiz ham, dam olayotgan bo'lsangiz ham, o'sha sizni loyal mijozlaringiz o'zlik-o'zi mahsulot sotib oladi. Shunaqa bo'lgan taqdirda, mana pul tomonlama yozdim, ko'pchilik pul tomonlama tushunmaydi. Bu bir oyda agar sizlarda har kun 300 ming PV dan o'tadigan bo'lsa, yakshanba kunlarini hisobga olmaymiz, chunki yakshanba kunlari bizda hisobga olinmaydi. O'rta hisobda bir 25-26 kun, demak 300 ming balldan yopiladigan bo'lsa, siz to'liq avtosavdo masteri bo'ladigan bo'lsangiz, bir oyda o'rta hisobda 21 million 260 ming so'm daromad ko'rasiz. O'zbekistonda bu menimcha yomon emas. To'g'rimi? O'shangacha yetib borish kerak. Endi nimaga raqamlar biznesi deyapman? Shu yerda ham raqamlar ishlaydi. Haqiqiy avtosavdo masteri bo'lish uchun va avtomatik tarzda har bir sotuv bo'limingizdan 300 ming balldan o'tishi uchun aynan O'rta Osiyo miqyosida oldim. Chunki masalan aytaylik Yevropa davlatlari, Amerika davlatlarida ularda oylik daromadi yuqori bo'lgani hisobiga ular ko'proq mahsulot olishadi. Bu men hisoblaganim aynan O'rta Osiyo odamlari, ya'ni o'sha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston davlatlari orasida har bir sotuv bo'limingizda 1000 tadan mijoz va hamkor bo'lishi kerak. Aynan registratsiyadan o'tgan, aynan a'zo bo'lgan va o'zini ID'si orqali приложениеga kirib, mahsulot o'ziga kerak bo'lganda, kerakli mahsulotni oladigan 1000 tadan mijoz hamkor bo'lishi kerak. Bu degani bizda ikkita savdo bo'limimiz bor. 1000 ta bo'lsa, bu 2000 ta mijoz bo'lishi kerak. Mana bizani maqsadimiz. Maqsadimiz avtosavdo masteri bo'lish. O'sha avtosavdo masteri bo'lish uchun biz qanaqa yo'lni bosib o'tishimiz kerak va bizga nechta odam kerak? Bu maqsad. Sel deydi, o'sha selga boradigan, maqsadga boradigan yo'l bor. Mijoz, demak, o'zimizga registratsiyadan o'tkazishimiz kerak. Bu illiq kontaktlar, bu qo'ni-qo'shnilarimiz, sinfdosh va hokazolar bo'lishi mumkin, lekin bir kun kelib tanishlarimiz va tanishlarimizni tanishlari baribir tugaydi. Bu bor narsa. Aytaylik, даже to'yga borganimizda 300 ta odam bo'lsa ham, o'sha 300 tadan 30 tasi registratsiyadan o'tsa ham, demak qolganlari faqatgina biladi va ular ham bir kun tugaydi. Mana shunaqa paytda qayerdan odam olamiz degan savolning javobi bu ijtimoiy tarmoqlar. Chunki ijtimoiy tarmoqlarga millionlab odamlar kiradi. Millionlab, milliardlab odamlar kiradi, uni ko'radi. Va o'sha odamlarga yetkazib bera oladigan bo'lsak, bular bizani potensial klientlarimiz va partnyorlarimiz bo'lishi mumkin. Aynan shuning uchun shu Content akademiyasini tuzishga qaror qildim. Content akademiyasi nima? Boshlanishida loyiha tuzayotganimda bu shunchaki 180 kunlik Reels marafoni edi o'zim uchun. Keyin komanda uchun qilishga qaror qilganimdan keyin, demak bu shunchaki Reels marafon emas,
har kun qanaqadir yangi ma'lumotlar beradigan, sizlarga foydasi tegadigan, sizlar ham o'zinglarni ijtimoiy tarmog'inglarni a, mani darajamda olib bora oladigan, demak, ma'lumotlar berishim kerak degan fikr keldi va bu yanada ham kattaroq, обширныйroq bo'ldi. Undan keyin o'ylab qarasam, sizlarga shunchaki ma'lumot berib, tayyor matn berib, o'sha matnni sizlar ishlatib qiladigan bo'lsanglar, o'zinglar o'rgana olmas ekansizlar. Bu ham keldi hayolimga va shuning uchun shunaqangi qarorga keldimki, man nafaqat sizlarga tayyor narsa beraman, ya'ni o'sha ishlashni ham o'rgatishim kerak ekan. O'rischada pritsha deyiladi, masal bor. Aytaylik, o'sha masaldan kelib chiqib, sizlarni qorninglar och, ovqat yeginglar kelyapti. Agar men o'zim doim baliq tutib, uni pishirib sizlarga beradigan bo'lsam, qorninglar to'yadi. Lekin bir kun agar oldinglarda bo'lmasam, boshqa joyga ketib qolsam yoki javob bera olmaydigan hollar ham bo'ladi. Ayniqsa shanba, yakshanba kunlari sizlarning qorninglar och qolib ketar ekan. Undan ko'ra men to'r berib baliq tutishni o'rgataman. Shunda men siz ham bemalol baliq tutib yeyaverasizlar va qorninglar to'q turadi. Shunga o'xshab, demak, ishlaydigan instrumentlarni sizlarga berishga qaror qildim. Va bu marafonda biz nima qilamiz? Kontent yaratishni odatini shakllantiramiz. Bu shunchaki nima deydi, mana 180 kun o'tib 181-kuni tashlab qo'yish degani emas. O'sha har kun bironta bir reels qilish odatini shakllantirishimiz kerak. Bu xuddi ishga borishga o'xshaydi. Mana Naimdagilar, davlat ishida ishlaydiganlar biladi. Har kun ishimizga boramiz, har kun o'zimizni zadachalarimiz bor. O'sha ishimizni biz har kun qilamiz va kontentni ham xuddi shu ishim deb qabul qilib har kun qilishimiz kerak. Endi shaxsiy brendni rivojlantirish, bu haqida juda ham ko'p gapirganman. Hozirgi paytda internet olamida, onlayn olamida sotuvchilar juda ham ko'p. Sotib oluvchilar ham ko'p, lekin ba'zida sotib oluvchilardan ko'ra sotuvchilar ham ko'payib ketadi. Aynan o'sha konkurensiya juda ham katta bo'lgan paytda nimaga aynan sizdan odam olish kerak? Qachon odam aynan sizdan oladi? Qachonki sizni shaxsiy brendingiz bo'lsa. Undan tashqari kamera oldida erkin va ishonchli gapirishni o'rganishimiz kerak. Bu narsani biz rostdan ham o'rganishimiz kerak. Hozirgi davr bolalariga qarasanglar, ular bu narsaga o'rganishi kerak emas. Ularda menimcha qonida bor. Shunda kamerani olib bemalol o'zini fikrini kameraga gapira oladi. Emir 7 yoshga to'ladi, Miran 4 yoshga to'ladi. Shunda hozir kamerani qo'yib berib, bemalol gapirishni boshlaydi. Bular qonida bor. Biz o'rganishimiz kerak. Bizning davrimiz shunaqa edi. Keyingisi auditoriya yig'ish va ular bilan muloqot qilishni o'rganamiz. Bu nima degani? Bu narsa o'zimda ham o'tgan va ko'pchilikda shu narsani ko'raman. Kontent yaratishadi, axvatlari ham yaxshi bo'ladi, prosmotrlar yaxshi bo'ladi, kiruvchi zaявkalar ham bo'ladi, odamlar yozadi. Lekin bir marta narsa olib yo'q bo'lib ketadi yoki umuman hech narsa olmaydi. Nimaga? Chunki o'sha odamlar bilan biz ham marketolog sifatida gaplashishimiz kerak. O'zimizni narsamizni sotishimiz kerak. Ular bilan muloqotda bo'lishimiz kerak. Yoki aytaylik, bir marta narsa oldimi, bo'ldi, uni unutib qo'yish kerak emas. O'sha bir marta narsa olgan odamni biz har oyda hech bo'lmaganda bir marta mahsulot xarid qiladigan loyal klientga aylantirishimiz kerak. Buning uchun biz odamlar bilan muloqot qilishni o'rganishimiz kerak. Va yangi mijozlar va biznes hamkorlarini jalb qila olishimiz kerak. Bu ham muloqot orqali bo'ladi. Bu hamma narsani Xudo xolasa hammamiz birgalikda o'rganamiz. Demak, nimaga aynan 180 kun dedim? Chunki birinchidan natija muntazamlikdan kelib chiqadi. Odam qanaqadir o'ta kuchli professional yoki aytaylik diplomi bor, bakalavr, magistr, onlayn biznes olamida bu narsalar eng oxirgi o'rinda turadi.
birinchi o'rinda turadigan narsa bu muntazamlik. Bir xilda mana ko'rasiz, ahamiyat bergan bo'lsanglar kerak, Instagram, TikTokda atigi narsalarni gapiradigan odamlar chiqadi. Gapini gapiga ulolmaydigan yoki faqat muzika qo'yib o'ynaydigan, lekin ularni akkauntiga kirib qarasanglar, podpischiklari, ko'radigan odamlari juda ham ko'p. Yoki bironta bir professorga kiradigan bo'lsanglar, 10 barobar kam bo'ladi. Nimaga? Chunki aytaylik, professorda muntazamlik bo'lmasligi mumkin. Har kuni reels qo'ymasligi mumkin. Narigi odam professional bo'lmasa ham, lekin u muntazam har kun balki bittadan, balki 3tadan, balki 5tadan reels kuniga qo'yar. O'shani hisobiga bu birinchi odamimizda natija bor. Endi birinchi kun deganda ham bironta bir kunni oladigan bo'lsak, motivatsiya oshib ketadi. Men qilaman, bo'ldi, men bugundan boshlayman deydi. O'sha nuqtadan to 30 kungacha agar aytganini qilib, shu narsani har kun qiladigan bo'lsa, bu sekin-sekin odatga aylanishi boshlaydi. 30-kundan keyin demak, уже qilishim kerak. Bu odat. Mana masalan, har kun turib bizga hech kim aytmaydi-ku, har kun bor tishingni yuv deb. Bu odatimiz. Bu gigiyenamiz. Har kun turib uyg'onganimizdan keyin borib tishimizni yuvamiz, yuvinamiz. Xuddi shunga o'xshagan odatga aylanishi kerak reels. Shunda 180-kunga kelib hayot umuman o'zgaradi. Nimaga? Chunki bitta reels bu bizani kunlik bitta kichkina qadamimiz. Hamma narsa o'sha qadamdan boshlanadi. Endi faraz qilinglar, 180 kunda har kun bittadan reels tayyorlab qo'ysanglar ham, bu 180 ta reels degani. Har bitta reelsinglarni kamida даже aytaylik 10 ta odam ko'radigan bo'lsa ham, 10 tasini 100 ta ko'radi, 100 tasini 1000 ta ko'radi. Уже axbatni ko'ryapsizlarmi qanaqa katta? Shuning uchun aynan 180 kun dedim. Endi boshqa marafonlarni ham o'tganimda, masalan, aytaylik, men eng ko'p o'tgan marafon bu 1,5 oylik marafon edi. Shunaqangi narsani ko'rdimki, mana zakonomerность deydi, qonuniylik. Qonun bo'yicha. Marafon payti hamma motivatsiya olgan, chunki komanda bilan birga ishlaymiz. Hamma o'zini syomkalarini tashiydi, agar buni o'sha reels bo'yicha, kontent bo'yicha marafon deydigan bo'lsak. Har kun qo'yadi, hamma bir-biriga like bosadi, lekin marafon tugagandan keyin o'sha aytaylik 100 ta odamdan boyog'i bittagina odam постоянно дальше qo'yib boraveradi. Qolganlar qo'ymaydi, aktivlik tushib ketadi. Shuning uchun aytaylik 1 oylik, 2 oylik kurslarni, marafonlarni men foydaliligini ko'rmadim. Zo'r ma'lumotlar olinadi, lekin praktika tomonlama foydasi kamroq. Chunki tushib ketadi. Shuning uchun 180 kun deb qo'ydim. Ham aytaylik TikTok va Instagram algoritmlari 3 oydan 6 oygacha ishlashni boshlaydi. Целевой auditoriyani yig'ishni boshlaydi. Shu joyda bitta narsa hozir esimga kelganda aytib o'taman. Birinchi 10 kundan yoki birinchi oydan qanaqadir natijani kutish kerak emas. Natija 3-4-oydan keyin keladi. To'g'ri, bir xillarda aytaylik, bir haftada ham kelishi mumkin. Qanaqadir reelslar zo'r kirib, srazu rekka chiqib, odamlar uni ko'rib, bir-biriga yuvarib, уже kiruvchi zayavkalar ham bo'lishi mumkin. Buni ham yo'q demayman. Lekin o'rta hisobda o'rtacha odamga 3 oydan 6 oygacha kerak. Bu marafonga kiradigan bo'lsanglar, o'zingizlarga o'sha 6 oyni berishinglar kerak. Ya'ni 180 kun davomida men ishlayman. Ana o'shandan keyin natija kelishni boshlaydi. O'shandan keyin menga mijozlar yozishni boshlaydi. O'shandan keyin men hamkorlarim paydo bo'ladi deb o'zingizlarni miyanglarni o'sha narsaga tayyorlashinglar kerak. Chunki tez rezultatni kutsak, o'sha rezultat kelmaydi yoki kelmasligi mumkin. O'shanda motivatsiya tushib ketadi. Bu meniki emas ekan, bu qo'limdan kelmas ekan deb o'ylab qolasizlar. O'sha narsa bo'lmasligi uchun hozirdan psixologicheski уже o'zingizlarni nastroyit qilishinglar kerak 180 kun ishlashga. Rezultatsiz. Orada rezultat bo'lsa, bu juda zo'r. Men nima deydi, umid qilaman, birinchi oydan keyin уже rezultat bo'ladi. Odamlar yozishni boshlaydi, lekin o'zimizga 180 kun beramiz.
Endi loyihani kelinglar mexanikasi haqida ozgina gapirib beraman. Bu degani nimalar bo'ladi? O'sha 180 kun davomida nimalar bo'ladi? Boya aytganimdek, har kun bittadan reels. Bu bizani muntazamlik esa bu bizani kuchimizdan. Vazifalarga keladigan bo'lsak, har hafta aniq vazifalar beriladi, kunlik vazifalar bo'ladi, qanaqadir mikro vazifalar ham bo'ladi. Aytaylik, masalan, 5 ta tanishingizga salom yozing. Atomiya haqida gapirmang, mahsulot haqida gapirmang, biznes qilayotganingizni gapirmang, hech narsa. Shunchaki anchadan beri gaplashmagan 5 ta odamingizga yozing. Hol ahvol so'rang. Va shunga o'xshagan mikro vazifalar bo'ladi va Instagrammi, Telegrammi, video montaj qilish, qandoq qilib reels qilish, boya mana yubordim, sun'iy intellekt bilan ishlash, prompt yozish, shunga o'xshagan yana qanaqadir vazifalar bo'ladi. Bu kunlik vazifalar. Bu hozir mana bu birinchi 3 hafta ichida bu narsalarni o'rganamiz. Xo'p, bundan tashqari yana alohida reels olish vazifalari ham bo'ladi. Uchinchisi bu jonli efirlar. Albatta har hafta endi harakat qilaman, har hafta 2 martadan, kamida 1 martadan jonli efirlarni o'tkazish. Mahsulot haqida, kompaniya haqida, endi mahsulot haqida mana qizlarimiz ham bo'lishib oldi. Ancha meni ishim ham osonlashdi. O'zingizlarga ham agar adashmasam bu narsa ancha foydali bo'lyapti. Bundan tashqari xohlardimki, bizani ustozlarimiz, nastavniklarimizni ham mutaxassis deymiz, bizani efirlarimizga chaqirib tajriba almashish, tarjima orqali bu narsani ham o'sha o'tdik, bu narsani ham rostdan qilsa bo'lar ekan va bu juda ham yaxshi praktika bo'ldi deb o'ylayman. Agar esingizda bo'lsa, Natasha Shin bilan jonli efirimiz bo'ldi, o'zbek tiliga perevod bilan. Shunga o'xshagan chaqirilgan mehmonlar bilan jonli efirlar o'tkazish. Bundan tashqari albatta tahlil va feedback. Shunchaki chat bo'lmaydi. Shunchaki faqat bitta men yozmayman. Hammamiz yozamiz, natijalarimizni tahlil qilamiz, bir-birimizni xatolarimiz ustida ishlaymiz. Bu o'sishi beradi. Shu joyda ozgina tushuncha bermoqchiman. Aytaylik, kimdir birinchi bo'lib qanaqadir video oldi. Unaqa vazifa ham bo'ladi. Hech narsani o'ylamasdan. Atomiya haqida ham emas, shunchaki mana hozir nima bo'lyapti? Ayni daqiqada nima bo'lyapti? O'shani videoga olasizlar, gruppaga tashlaysizlar. Aytaylik, gruppada общий 5 ta odam bor, bittasi tashadi. 4 ta odam o'zini fikrini yozadi, o'zini ko'rishini yozadi. Qaysi joyda aytaylik qanaqadir xatoliklar ko'rdi yoki qaysidir gapi yoqdi va bu narsani iltimos negativ qilib yoki bu odam o'zi bilmasdan menga yozyapti-ku deb xafa bo'lish tomonlama qabul qilmaymiz. Bu narsani yaxshi qabul qilamiz. Biz birga ishlayapmiz, birga o'samiz. Aytaylik, bu bitta odam yubordi, mana bu 4 ta odam o'zini fikrini yozdi. O'zini fikrini yozdi. Bu bitta odam, bu 4 ta odamning fikrini umuman eshitmasligi ham mumkin. Lekin orada shu 4 ta odamdan kimdir bir-birini fikrini eshitishi mumkin. O'sha fikr bu odamga yoqishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Bu komandaviy ishlash deyiladi. Kimdir qaysidir fikri kimgadir yoqadi va o'zi uchun ishlashga oladi. O'zini reelsi uchun yoki o'zini klientlari bilan gaplashish uchun yoki qanaqadir fikrini ommaga reels orqali yetkazib berish fikri keladi o'sha orqali. Shuning uchun chatda albatta aktiv bo'lishimiz kerak va haftani oxirida yana bitta Zoom o'tkazib, bir haftalik ishimizni tahlil qilamiz va bir-birimizga feedback beramiz. Va boya aytganimdek, jamoaviy qo'llab-quvvatlash. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz, bir-birimizga like bosamiz, kommentariyalar yozamiz. Albatta, qanaqadir smayliklar orqali emas, aynan so'z orqali. Chunki kommentariyalar ham juda ham yaxshi algoritm ishlaydi. Instagram, TikTokda qancha ko'p kommentariya yozilsa, shuncha ko'p prosmotr bo'ladi. Bir xil blogerlar aynan shundan foydalanadi. Qanaqadir virusni, triggerni deydi, kimnidir asabiga tegadigan mavzuni ochadida o'sha haqida gapiradi.
Heyterlar juda ham ko'p yozadi, negativ yozadi, lekin ko'pchilik aynan o'sha heyterlar va negativ orqali o'ziga prosmotr yig'adi. Bu narsa ham ishlaydigan instrumentdan bittasi. Shuning uchun endi biz negativ bir-birimizga yozmaymiz, lekin kommentariyalarda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Endi maqsadimiz. Albatta maqsad bo'lishi kerak. Maqsad bu bizning B nuqtamiz. Hozir biz A nuqtada turibmiz, marafon oldida va 180 kun ichida biz nimalarga erishamiz, qanaqa maqsadimizga erishishimiz kerak. Ya'ni o'sha KPI deyiladi. Foiz tomonlama ko'ramiz. Agar KPI 80% dan oshiq bo'ladigan bo'lsa, demak bu maqsadli marafon bo'lgan bo'ladi. Birinchisi bu shaxsiy brendni yaratish. Odamlar aynan siz bo'lganingiz uchun sizdan mahsulot olishi kerak. Kontent tizimi yaratilishi kerak. Muntazam kontent orqali barqaror va samarali tizim yaratamiz. Bu yana nimasi bilan yaxshi? Ko'pchilik atomiy biznesi haqida biladi. Undan chiqib ketgan negativlar juda ham ko'p bo'lgan va yangi kirayotgan odamlar ham. Hozir informatsiya juda ham ko'p bo'lganligi uchun ko'pchilik kuzatadi. O'sha kuzatish davrida sizni shaxsiy brendingiz borligini ko'rib, kontent tizimingiz borligini ko'rib, chunki kontent davomida biz o'qishlarimizni ko'rsatamiz, qanaqangi o'qishimiz bor, qanaqangi seminarlarimiz bo'lyapti, jamoamiz bilan bir-birimizni qandoq qilib qo'llab-quvvatlayapmiz va biznes qilish haqida tizim bor, qadam-ba-qadam o'rgatilish borligini ko'rib odamlar ham keladi. Chunki ko'pchilik ayniqsa sityovoy marketingga kelganda mana senga katalog, mana senga shuncha ball yig'ishing kerak, shuncha narsa olishing kerak, mana senga sumka bor, nima qilsang qil, lekin sotgin deb aytadi. Shuning uchun ko'pchilik sityovoy marketingdan qo'rqib chiqib ketadi, chunki uni qiyin deb o'ylaydi. Biz esa bizda tizim borligini, odam bitta o'zi qolib ketmasligini, qadam-ba-qadam yordam berishimizni bizning kontent tizimimiz orqali ko'radi. Bu ham juda ham kuchli instrument sizlarga aynan hamkorlar kelishi, ishlaydigan hamkorlar kelishini. Ham bu orqali, demak, uchinchisi bu biz o'zimizga auditoriya olamiz. Faol, sodiq, qiziqqan auditoriya. Aytaylik, agar sizni охватingiz million bo'lsa ham, millionta подписчиgingiz bo'lsa ham, agar u целевой auditoriya bo'lmasa, ularni bir tiyinlik foydasi yo'q. Agar millionta odamingizdan bitta ham odam sizga telefon qilib yoki yozib, "Mana shu mahsulot bor ekan, olmoqchiman" demasa, uni umuman foydasi yo'q. Millionli охват, millionli подписчик bo'lgandan ko'ra 1000 ta охват bo'lsin, 500 ta подписчиgingiz bo'lsin, lekin sizdan doimiy mahsulot sotib oladigan klient bo'lsin. Ana o'shalardan foyda ko'proq bo'ladi va biz aynan o'shanaqa auditoriyani yig'ishga harakat qilamiz. Bunaqa auditoriya bilan bizga mijozlar keladi va boya aytganimdek, hamkorlar ham keladi. Mana shu bizda asosiy maqsadimiz. Endi nimalar qilamiz? Demak, bizani oldinda 180 ta reels kutyapti. Kamera oldida ishonch kutyapti. O'ylaymanki, bir oydan keyin bemalol kamerani oldida hamma gapirishni boshlaydi. Kontent strategiyasini tuzishni o'rganamiz. Xuddi shunaqa mana bugun bergandek promptlar beraman va sun'iy intellekt bilan to'g'ri ishlashni o'rganamiz. Chunki ko'pchilik sun'iy intellektni ishlatib ko'rdi va ko'pchilikda sun'iy intellekt assistent sifatida emas, qanaqadir g'iybatchi o'rtoq sifatida ko'pchilik bilan gaplashdi. Lekin nimagadir menda haqiqiy assistent bo'ladi, chunki mana bugungi hozir ko'rayotgan prezentatsiyani men o'zim yozganim yo'q. Prompt berdim, menga nima kerakligini yozdim va 5 daqiqani ichida ChatGPT menga shu prezentatsiyani tayyorlab berdi. Bitta harfini ham to'g'rilaganim yo'q. Va o'shanaqa, xuddi shunaqa, demak, sun'iy intellekt bilan kontent strategiyasini yaratish, hook bilan videolarni yozish, postlar yozish, bularni hammasini o'rganamiz. Albatta o'sish. Chunki bu marafonimizda siz nafaqat reels haqida bilasiz, umuman olganda atomiy haqida, atomiy biznesi haqida, boshqa odamlar qandoq qilib ishlashi, qandoq qilib rekruting qilishi, bularni hammasini o'rganamiz. Va albatta bu
barcha qadamlardan keyin bizani loyal mijozlarimiz va biznesga qiziqqan hamkorlarimiz ham kutib turibdi. Xo'sh, natijalar gapiradigan bo'lsak, o'zingizga ishonch, auditoriyani o'sishi, shaxsiy brend, mijozlar, biznesni o'sishi, buni hammasini orqasidan daromad va yangi hayotingiz sifati kelib chiqadi. Endi eng katta maqsadlarimizdan biri aynan umuman olganda Atomi'dan emas, aynan shu bizani Content akademiyamizdan 6 oyda ijtimoiy tarmog'imizda qaysi ijtimoiy tarmog'i tanlashingizdan qat'iy nazar, bu YouTube bo'lishi mumkin, bu Instagram bo'lishi mumkin, TikTok bo'lishi mumkin, nima bor, Facebook, Telegram, WhatsApp, iloji bo'lsa 2-3ta ijtimoiy tarmog'i birdaniga olib borish kerak, chunki qo'yiladigan reelslarni soni bir xil bo'ladi. Ular bitta olamiz, bittasini 3-4 ta joyga bemalol joylash mumkin. O'shalardan 6 oy ichida 5000 tadan ko'proq auditoriya yig'ish, ya'ni podpисчикlarimizni yig'ish. Odatda 10% odam bizdan registratsiyadan o'tadi. Masalan, 1000 ta odamga aytsak, 1000 ta odamdan 100 tasi registratsiyadan o'tadi. U 100 tasidan 10 tasi narsa xarid qiladi va o'shalardan bittasi potensial hamkor bo'lishi mumkin, biznesga qiziqadi. Xuddi shuni olgandek 5000 tadan ko'proq podpисчик yig'ish maqsadimiz va o'sha 5000 tadan 500 ta mijozni ro'yxatdan o'tkazish. Bu ikkita savdo bo'limimiz, demak 250 ta bitta tomonimizga, 250 ta bitta tomonimizga. Bu bizani asosiy maqsadimizlar. O'zingizlarga yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p. Va bugundan boshlaymiz. Bugun bizani vodniy efirimiz ertadan boshlab, agar hozir qaror qabul qilsanglar, hozir onlayn o'tirganlar qaror qabul qilsa, bundan keyin uyga vazifa bor. Hozir zapisni to'xtataman yozganlar uchun, zapisda ko'radiganlar uchun. Zapisda ko'rib bo'lib shu joyigacha kelib qaror qabul qildim, men boshlayman deganlar uchun uyga vazifa bo'ladi. Uyga vazifani keyingi slaydda men ko'rsataman. Va albatta nima demoqchiman? Biz to'g'ri mukammallikka intilamiz, lekin birinchi qadamlarda mukammal bo'lish kerak emas. Bu juda ham katta xato. Bu xatodan o'zim ham o'tganman. Masalan, Instagramni uyim yo'q, yoki patologim teshik, yoki kiyimim yo'q, yoki yuzim, ularni umuman esdan chiqarish kerak. Boya aytganimdek, asosiysi bu muntazamlik. Sizlarni chiroyli uyinglar yoki chiroyli kiyiminglar emas. Ayniqsa hozir, to'g'ri, 1-2 yil oldin Instagram baribir qarar edi estetikaga. O'sha chiroyli uyi bo'lishi, samolyotlarni bo'lishi. Hozir oddiylik. Qanchalik ko'p oddiy bo'lsak, Instagram bizani demak algoritmlari bizani akkauntimizni shuncha ko'p yurg'izishni boshlaydi. Va yana bitta narsa, albatta prямой efir o'tkazamiz. Prямой efir o'tkazish uchun bizada TikTok va Instagram bor. Aynan o'sha TikTok va Instagramda biz o'zimizni birinchi 1000 ta podpисчигimizni yig'ishimiz kerak. Prямой efir o'tkazish uchun. Ayniqsa TikTokga aytaman, prямой efirdan sizlarga aynan mijozlar keladi. Aynan mahsulot sotib oladigan. Registratsiyadan o'tmasligi mumkin, lekin sotib oluvchi bo'ladi. Shuning uchun albatta TikTokda ham hamma bo'lishi kerak. Buni ham o'rganamiz. Boya aytganimdek, siz tajribali inson bo'lishingiz kerak emas. Siz o'rtoq bo'lishingiz kerak. Sizni ko'rayotgan odam bilan sirdosh, o'rtoq bo'lishingiz kerak. O'sha ko'rayotgan odam sizni shu odamni ko'rishi kerak. Magazindagi narsani sotib, u narsani tiqvarib, o'zini foydasini o'ylaydigan odamni ko'rishi kerak emas. Yana o'shanda demak bizda o'sha haqiqiy bizani klientlarimiz keladi. Xo'sh, bu efir
prezentatsiya shu joyigacha edi. Hozir zapisni to'xtataman va uchastniklar bilan, ishtirokchilar bilan alohida gaplashamiz. Bemalol demak mikrofoninglarni yoqsanglar bo'ladi.